21 dekabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Oylik, haftalik va kunlik ob-havo ma'lumotidan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet 21 dekabr yakshanba kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va kunning birinchi yarmida biroz qor yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, shimol-sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,2 daraja sovuq, kunduzi 0,2 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, shimol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, shimol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qor yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, shimol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, shimol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, shimol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qor yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Qor ko'chish xavfi bor. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, shimol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja sovuq bo'ladi. Siz bugun o'z kanalda edingiz. Kanalimizga obuna bo'ling va bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.